Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, sizlarga bir narsa bilan hozir yana chiqyapmiz. Xo'p, mana mahallamizdagi tahoratxona hozirgi paytda bitibdi. Xullas mana patologiya qismlari, mana orqalarim kafil, aynalargacha qo'yilgan hamma joylari mana bir ko'rishlaring mumkin. Mana tahoratxonaning necha bekalari qo'yilgan. Endi bu qo'yilgan joylariga haligi nima deydi, ulvanniga deydimi, bunaqalarini qo'ysa bo'ldi. Stollari, svetlari, kiyim shkaflari tayyor, mana patologiya qismlari hamma yo'g'i bo'lgan. Bu tarafniki ham mana. Xo'p. Baytni chirog'ini yoqamiz yana. Xo'sh, ana. Svet hamma narsa yonyapti. Ichkarilargacha bo'lgan, o'rnagan kafillar, qani baytni chiroqlari, xo'p, ba'dan ekan. Svetlari, havo alishtirgichlari faqat. Xo'p, sizlarga bitibdi kafil, hamma joyi bitgan. Xullas, bitib bo'pti, xudo xolasa, faqat qolgan narsa tashqari fasadi qolibdi. Fasadda endi Esonboy tog'a tashqariga nima bo'ladi? Xudo xolasa ertaga sanitariyalarni narsalar qilib bersa, ichi bitadi. Hop. Ichi bitib, ayollarning qo'li tegmasa toza bo'lmaydi. Bitta tozalaymiz. Tashqariga boshlaymiz keyin. Tashqariga. Shu tashqariga nima qilinadi, bir ko'rsatib bersangiz. Tashqariga endi hozircha buni devor turib turadi. Faqat bu oldalarini tekizlab, asosan oldini devorga basa bu fasadni qolib turaveradi hozircha. Devor endi sho'r chiqib olguncha ustalardan gaplashsam, ichda turib tursin deyishyapti. Hop. Ashani buzamiz. Buzib o'shdan yo'lni olamiz, zaborni olamiz. Eski tahoratxona, hojatxona, tahoratxona buziladi eskisi. Buziladi, zaborni olamiz. Xullas kalom mana shu yerda tekizlab, mana hay tarafalarda yo'lga chiqib ketyapti. Mana shu yerda namoz o'qiladigan joy qilamiz. Ha, ko'chada baski ichkarida o'qilaveradi. Bitta o'shani U ham buziladimi, eski u ham? Eski tahoratxonani yuzasidan yo'l keladi, yoniga 40 sm gulxona qilamiz. Ashitga hovuz bo'ladi. Bitta pajarniga keyin bag'ini xudo xolasa o'lchab turib, yo'l qilib 3 metrdan tushadimi, unga ham gulxona qilib, o'tirib asfalt qilib namoz o'qiladigan joy qilamiz. Xudo xolasa mana shu yerda namoz o'qilaveradi. Yozda, uni hay tarafida yo'lga chiqib ketilmaydi. Mana shu yerda bo'laveradi. Hamma yo'q. Asosan hozir Esonboy tog'a yana ozgina o'sha bo'pti ham, ozgina yana ehson qo'ldan keladi yo'llar. Endi qo'lidan keladi yo'llarga kuch mehnati ham zarur ekan, a? Masjidlarni buzib to'g'irlagan. Mana rom qo'yilyapti. Ertaga haydarlar kelib qo'yadi. Shamolda mayaqa urvormaslik. Patinka makiyachilarni makka mana nimalar qilib qo'yganmiz. Ularni makka ochib qo'yamiz. Ha. Poyabzal qo'ygani. Masjidga polos solinadi. Alohida tapcha qo'yiladi baytga. Nimalarni qilib qo'yganmiz mana. Mashlarni olib chiqib qo'yamiz ashga. Ha, poyabzallarga. 10 tabaqa qo'yilsa, endi mana ikki qo'ymasa, shamol yomg'irda urvoradi faqat. Shu ikki tomoniga haydaraliga aytib qo'ydim, xudo xolasa ertaga o'rnatadi, aylanadi. Ha, mana bu yer bilan mana bu yerga akfa qo'yadi. Ha, o'rnatiladi. Keyin tashqariga hujumni boshlaymiz, xudo xolasa. Tashqarini shopirlarda aytamiz, anoni buzdiraman, zavodni buzdirib ko'mamiz, buni buzamiz. Ko'mgandan to'pog'iga tekizlab, asfaltini harakatini qilamiz. Endi baribir shunchalik qilib qo'ydik, mavla ketadi endi iloji yo'q. Mavla Ha, ko'p ketyapti qoldi. Ishimiz to'xtaydi, turtki bo'lmay qoladi. Xudo xolasa, ozmi ko'pmi qo'ldan keladiganlar bu majburiy bas. Qo'ldan keladiganlar yordam qilsa ishimiz yuraveradi. Turtki bo'ladi endi ishga. Xo'p, kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, eshitib turibsizlar, qo'ldan keladiganlar. Kimdir puli bilan, kimdir kuchi bilan, kimdir qo'lidan keladigan ishi bilan ozgina yordam qilib, xudo xolasa yana ozgina joy qolibdi, ko'p ketib oziq qoldi. Xudo xolasa mana shu Qurbon hayitini xotirjam mana shu yo'lda bas ichkarida o'qiladigan sharoitni yaratishga hammamiz ozgina yordam qilib, endi hali toma-toma yo'l bo'ladi, ozgina yordam qilib turasizlar kuzatuvchilar. Xo'p. Endi mehnatimizni qadrlab, laykni ko'proq bosinglar. Ko'proq odam ko'rsin. Ozgina shu yordamlaring
ehson qilguvchilar, ehson bilan kuch qo'l mehnati bor ustalarimiz kuch mehnati bilan sal yordam qo'rasizlar endi. Ozmi ko'pmi ehson qilayotganlarni Esonboy tog'a duo qilib qo'ying. Duo qiling Esonboy tog'a. Kimki nimaiki niyatda ehson qilgan bo'lsa, ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Hamisha ishlari oldiga yursin, omadlarini bersin, sog' salomat bo'lsin. Qachda bo'lsa ham Alloh akbar. Qilgan ehsonlari hammalarini iloyim qiyomatda boshiga soyabon bo'lsin. Rahmat hammalarga.